Assalomu alaykum o'quvchilar. Endi sizlar bilan 85-mavzu yana kasrlar taqqoslash, faqat endi suratlari bir xil bo'lgan kasrlar taqqoslashni ko'rib chiqamiz. Unda qanday bo'ladi desa, qarang, o'zi surat qismlar sonini berardi. Misol uchun, biz bitta pitsa olib keldik. Bitta emas, ikkita pitsa olib keldik. Tasavvur qiling, ikki xil holat bo'ldi. Bir safar boshqacha, bir safar boshqacha. Pizzani ikkita bo'lagini yedim, faqat biz mana birinchi pizzani 4 ta bo'lakka bo'lib oldimda, ikkita bo'lagini yedim, uzr, sal qiyshiq bo'linib ketdi. 4 ta bo'lakka bo'ldimda, keyin ikkita bo'lagini yedim. Bunisida 6 ta bo'lakka bo'lib olib turib, ikkita bo'lagini yedim. Mana, ko'ryapsizmi? Qaysi birda ko'proq yedim desam, albatta bunda domla ko'proq yeysiz deysiz, to'g'ri. Bu qanaqa bo'ladi desa, qarang. Mana unda 4 tadan ikkitasi birinchisida, mana unda 6 tadan ikkitasi. Bularning nimasi bir xil? E'tibor beradigan bo'lsangiz, tepalari bir xil. Lekin qaysi tomonda katta deyapsiz? Bu yoqda. Buni qoidasi qarang. Agar suratlari bir xil bo'lsa, mahraji kichkinasi katta bo'ladi. Kichigi katta bo'lib qoladi bunda. Ya'ni tepa bir xil bo'lganda kichkinasi katta, kattasi kichkina bo'ladi. Xuddi shu tartibda ketaveradi. Endi misolni ko'ramiz. Birinchi misol. Azizaning tug'ilgan kuniga pitsa buyurtma qilindi. Agar tug'ilgan kunda 6 kishi yoki 10 kishi ishtirok etsa, qaysi holatda har bir bolaga pizzaning kattaroq bo'lagi tegadi? Qarang, kattaroq bo'lak tegishi kerakmi? U 6 kishi bo'lishsa kattaroq tegadimi? 10 kishi bo'lishsami? Albatta 6 kishi. Bu qanaqa bo'ladi desa, 6 kishidan bittasi yeyapti, 10 kishi bo'lyapti, bittasini yeyapti. Bu tomon kattaroq degani. Qaysi birida bo'lak ko'proq tegadi, ya'ni 6 kishi bo'lganda ko'proq tegadi. Bo'ldi, mana shu. Ikkinchi misolga o'tamiz. Kasrlar rasmda bo'yicha taqqoslang. Qanday kasr katta qarang. Ikkalasining ham tepasi 1, 3 tomoni katta bo'ladi. Ikkalasining ham tepasi 3, 9 tomon katta bo'ladi. Nimaga? Kichkinasi katta deb o'rgatdim. Endi mana o'sha qoidani beryapti. Kichkinasi katta bo'ladi deb qoidani berib o'tyapti. Uchinchi misol. Sonli nur yasang, birlik kesma sifati oltita katak oling. Sonli nurda quyidagi nuqtalarni belgilang. Qaysi koordinati eng kichik deyapti. Hop, yaxshi. Nima qilamiz? Birlik kesmada 6ta sifatda 6ta katak olamiz. Mana 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mana 2, tasavvur qilib turamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'lakka bo'lyapti. Bo'ldi. Mana 2 emas, 1. Uzr, 0, 1. Mana 0, 1. Endi qarang. Mana 2 dan biri bo'lish kerak. Ya'ni mana bu joyga to'g'ri keladi bu 2 dan 1. O'tgan safar o'rgatdim, 6 bo'lgani uchun menda birlik kesma ikkalasini ham 3 ga ko'paytirsam 6 dan 3 bo'lib beradi-da, mana 6 ekan. Endi mana 3 dan 1 ikkalasini ham 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam, 2 dan 6 bo'lib beradi-da, mana bu joyga to'g'ri keladi. Mana bu joyga to'g'ri keladi bu 3 dan 1 mana. Endi mana 4 dan 1 ham 6 bo'lmaydi. Shaklda 4 dan 1 ga buni sal to'g'rilab bo'lmaydi. Taxminan mana bu joylarga to'g'ri keladi. Taxminan mana shularga to'g'ri keladi. 4 dan 1. 12 dan 1 mana haqqa to'g'ri keladi. Endi buni katta daftarga chizsanglar yaxshiroq bo'ladi. 6 dan 1 mana bu joyga to'g'ri keladi. Endi nuqtalar, harflari ham bor ekan. Unga e'tibor bering. A 1/2. A nuqta. B 3 dan 1. C D E mana bo'ldi. O'sish tartibida yozilib qoldi. Mana o'sish tartibida yozilib qoldi. D S B A bo'lib, D E S B A bo'lib. To'rga o'tamiz. Kaymayish tartibida joylashtiring va punchik yana boshqacha qanday atalishini bilib oling. Xo'p, qarang. Nima tartibda yozishimiz kerak? Kamayish tartibida yozishimiz kerak. Ya'ni eng kattadan kichkinaga borishimiz kerak. Nimalari bir xil? E'tibor beramiz. Hammasini surati bir xil. Surati bir xil bo'lganda nima bo'lardi desa, surati bir xil bo'lganda mahraji eng kichkinasi katta bo'ladi. Kamayish tartibida yozishimiz kerak. Eng kattadan boshlaymiz. Eng kattasi 4. Ya'ni kichkinasi katta bo'ladi bu yerda. D ekan birinchisi. Undan keyingisi 7 O ekan. Undan keyingisi 11 N ekan. Undan keyingisi 12 A, keyingisi 20 ekan T. Demak, donat ekan ikkinchi nomi. Endi B ga o'tyapmiz. O'sish tartibida deyapti. Endi kichkinadan kattaga borishimiz kerak. Suratlari bir xil bo'lardi. Kichkinasi katta bo'ladi, kattasi kichkina bo'ladi. Biz eng kichigini topishimiz kerak. Demak, eng kattasini topamiz. Ya'ni 305 ta M. Undan keyingi eng kichigi 199 A. Undan keyingisi 116 F. Undan keyingisi 107 F. Undan keyingisi 64 I. Undan keyingisi 3 N. Muffin ekan.
keksning boshqa nomi muffin degan nom bor ekan. Xullas shunaqa gaplar. Muffin degan nomi ham bor ekan. Endi 5 ga o'tamiz. Birinchi vazaga 9 ta, ikkinchi vazaga 12 ta konfet qo'shildi. Shundan keyin ikkala vazdagi konfetlar miqdori teng bo'lib qoldi. Agar dastlab ikkinchi vazada 17 ta konfet bo'lgan bo'lsa, birinchi vazada nechta konfet bo'lgan? Qarang. Bunga 9 ta qo'shsam, bunga 12 ta qo'shsam, ikkalasi tenglashyapti. Mana unda 17 ta bo'lgan, 17 ta qo'shilyapti yana. Shuni hisobga oladigan bo'lsak, nima bo'ladi? Bunda 17 ta bor edi, 12 ta qo'shilyapti-da, 29 ta bo'lyapti. Demak, bunga 9 ta qo'shilganda, u ham 29 ta bo'lgan. Mana boshida nechta bo'lgan deb so'rayapti. Boshida 20 ta bo'lgan, keyin qo'shilib 29 ta bo'lyapti deb aytsam bo'ladi. Mana bo'ldi. Xo'p, 6 ga o'tdik. Tenglamani yeching. Diqqat bilan qaraysizlar, tenglama sal murakkabroq bo'ladi. Bu yerda nima qilaman? Qarang. Mana bu tomonda nimalardir bor. Biz bu yoqda x qatnashmayapti, shuning uchun bu tomonda hisoblab olsak bo'laveradi. Bu yoqqa aloqasi yo'q buni. Bu yoqda shunchaki to'g'ri ko'chiraman. Shu holatgacha ko'chiraman. Mana bu joyga yozyapman. X qo'shilgan 2352 ko'paytirilgan 12 barobar. Bu tomonda hisoblayapman. 123765 dan 24789 da ayirman. Uni narigi tomonga daxli yo'q, shuning uchun shunchaki ayirib olsam bo'laveradi. Xo'p, 789 da ayiradigan bo'lsak, 98976 chiqadi. Endi qarang, mana bu 12 ni narigi tomonga bo'lish qilib olib o'taman. Bag'da qoladi x qo'shilgan 2352 barobar ana bu 98976 ni 976 ni bo'lishim kerak bo'ladi 12 ga. X qo'shilgan 2352 barobar. Endi shuni 12 ga bo'lganini yozib qo'yaman natijasini. 8248. Endi x ni o'zini topish uchun ayirib qo'ysam bo'ldi. 8248 dan ayiraman. Mana u ham ayirish bo'lib o'tadi. 2352 x barobar 8240 ayrilgan 2352, ya'ni 5896 ni beradi. Mana bo'ldi. Bu birinchisi edi. Endi ikkinchisida ham qarang, xuddi shu ish. Bu yoqda nimalardir? Bu yoq daxli yo'q unga. Bu yoqda hisoblab olaveraman. Tag yozyapman. 43 524 minus y bo'lingan 5 barobar hisoblaymiz. 3 8 51 3851. Endi bu joyda 5 daqiqa ko'paytirish qilib olib o'taman. 43 524 barobar nari yoqqa 5 ko'paytirish qilib o'tkazadigan bo'lsak, xo'p, 5 kare 3 15, 8 kare 5 40, 19 25 5 mana shu. Mana ayrilgan y qolib ketib qolibdi. Endi y topish uchun 43524 dan ayirishim kerak bo'ladi. 19255 da y barobar bo'ladi. Xo'p, 43524 endi ayirib ketamiz. 4 dan 5 ketdi 9. Bu joyda 1 qoldi. 11 dan 5 ketdi 6. Bu joyda 4 qoldi. 4 dan 2 ketdi 2. Voy. Qayt 2. Mana 3 qoldi. 13 dan 9 ketsa 4. 3 qoldi. 3 dan 1 ketsa 2. Mana natija chiqdi. 24269. Ikkala tenglamani ham yechib bo'ldik. Endi keyingi misolga o'tamiz. 7-misol. Madina dugonalari uchun bir quti sovg'a tayyorlayapti. Qaysi yoyilma qaysi kubga mos keladi, deyapti. Xo'p, ketdik. Qarang. Mana bunda mana unga qaraymiz. Mana bu oq joyidan keyin oq joy kelyapti. Keyin ko'k joy kelyapti. Xo'p. Sizga qanday qilib tushuntirsam ekan? Xo'p, buni bunday qilamiz, qarang. Voy, qochib ketdik. Boshqadan boraman endi o'sha joyga. Uzr. Xo'p, mana qaysi deb so'rayapti. Qarang. Mana qizil joylar bizga ko'rinmayotgan joylarda mana uni o'zini yoyaman. Qarang. Buni o'zini yoyadigan bo'lsam, menga mana bunaqa shaklda o'zini qarang, yoyapman. Tepasini yoyib beraman mana. Xo'p, bu shakl yonidagi to'rtburchak va uni yonidagi to'rtburchak. Xo'p, shaklni yoydim. Endi ko'kka bo'yab ham qo'yaman. Mana uch burchak bundaqasiga bo'yalgan pasi, mana ko'ryapsiz, mana bu joyda bo'yadim. Endi buni chap tomoni bo'yalibdi, mana bu joy bo'yalyapti. Endi buni tepasi bo'yalyapti mana bu joyga. Bo'ldi.
Endi qarang, men uni mana bu shaklda mana bu yoqqa ko'chiraman. Xuddi o'zidek qilib ko'chirsam bo'laveradi mana. Shu shakl hosil bo'ldimi qarayman. Faqat bu shakl mana bu teskari tomondan, bu yoqdan qaraganda hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. U shakl hosil bo'lmadi. Endi mana unisini bu yoqqa ko'chiraman. O'z bilan bir xil qilib ko'chiraveraman. Mana endi qarab ko'ringlar, shu shakl hosil bo'ldimi? Endi buni pastdan qaraysiz, bu shaklda hosil ko'rishingiz uchun. Shunda hosil bo'lyapti. Demak, bu shaklim buniki, bu buniki bo'ldi. Bir-biriga mos tushib qoldi. Endi 8 ga o'tamiz. Yechimi tenglama ko'rinishda yozish mumkin bo'lgan masala tuzing. Bu qanaqa bo'ladi desa, x ga bitta noma'lum songa 12 qo'shilib, unga 18 ni qo'shsak, 13 ni ushlangani hosil bo'ldi degan anaqani qo'ysak bo'ladi yoki mana bu ikkala uchburchaklarning perimetri teng deb olsak bo'ladi. Masalan, berib qo'yibdik o'zida tagida. Ikkalasini perimetrlari bir xil deb qo'yapti. Buni perimetrini hisoblayman, buni perimetrini hisoblayman. Buni perimetri x qo'shilgan 12 qo'shilgan 18, ya'ni ana bu tenglamamiz chiqib qoladi. Buni perimetri 13 kara 3. Mana bu x qo'shilgan 12 ga 18 im 30 deb beradi, 13 kara 3 39 deb beradi. Demak, x im barobar 39 minus 30, x barobar 9. Mana chiqdi. Demak, mana bu uchburchak bitta noma'lum tomoni 9 ekan. Endi 9 ga o'tamiz. Vazada 9 ta sariq, bitta qizil, 7 ta yashil konfetlar bor. Bir olganda uchala rangdagi konfetdan ham chiqish uchun qanday eng kam miqdordagi konfetni olish kerak? Qarang. Uchalasidan ham bo'lish kerak-ku. Mana shu yerda sal anaqa berib ketaman. Drixli prinsipi degan qoida bor. Alohida o'rgansanglar bo'ladi. Bu uchun ham alohida anaqa berib ketganman. Eng kam olishingiz uchun ko'plarni ikkitasini tugatasiz. 3 ta kerak-ku sizga. Ko'plarni ikkitasini tugatib plus 1. Qoida shunaqa. Ko'plarning ikkitasi 9, 7 va 1 ni qo'shadigan bo'lsam 9 ga 7, 17 ta bo'lyapti. Umuman hammasida nimaga bunaqa desa, tasavvur qiling, 16 ta oldim, hammasidan bormi? Yo'q, bitta dona qolib ketdi-ku, o'sha bitta qolib ketgan qizil bo'lishi mumkin. Mana bu qizil rang qolib ketgan bo'lishi mumkin. O'shuning uchun 16 ta yoki 15 ta tanlay olmayman. Aniq bor deyishim uchun 17 ta olishim kerak. Endi 10 ga o'tdim. Kasrlar orasida eng kichigini toping. Eng kichiginasini topib qo'ysak bo'ldi ekan. Mahrajlari bir xil, demak eng kichigi 3. Suratlari bir xil, demak eng kichigi 13 bo'ldi. 9 dan 3, ya'ni 13 dan 4 eng kichiklari. Endi 11 ga o'tamiz. 420 ta shokolad, 280 ta karamel konfetlar 35 ta sovg'aga teng taqsimlash kerak. Bitta sovg'ada nechta konfet bo'ladi? Xo'p, bo'ldi. 420 tani bo'lib olamiz 35 taga. Bitta bor 35. Aylaydigan bo'lsam 70 ichida bor. Ayirsam 70 0. 12 tadan shokolad ketyapti. 280 tani 35 taga bo'laman. 4 ta bor, 4 kara 280. 4 tasi 4 kara 3. Yo'q, 4 ta 8 ta bor ekan. 0. Bu 8 ta, mana bu karamel. Bitta odamga 12 plus 8, ya'ni 20 ta dan tegyapti. Mana bu bilan shu mavzuyimiz ham tugadi. 85-mavzuni ham tugatib oldik. Kimda tushunmagan savollar bo'lsa, bemalol izohlarga yozib so'rasanglar bo'ladi. Qanaqa tushunmovchiliklar bo'lsa, yozaveringlar bemalol. Undan tashqari Telegram kanalimizda maxsus testlar bor. Ularga kirib, ularni yechsanglar ham bo'ladi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kommentariy yozinglar, o'zingizlar fikringlar bildiringlar. Rahmat hammanglarga, salomat bo'linglar.